Sun'iy aql mutaxassislari Xitoy şirketi tarafidan yasab bozorga selingan sun'iy aql modeli DeepSeek'ning qo'llanuvchilar kirgizgan har qanday uchurni yig'ib saqlay oladiganligini ogohlantirgan. Angliya Xan Jamiyati instituti London sun'iy aql tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Lukas Olejnik NBC televiziyasiga qilgan so'zda kishilarni DeepSeek sun'iy aql modelini qo'llanganda sazgur shaxsiy sonliq ma'lumotlar, moliya uchurlari, savdo maxfiyatligi yoki saqliqni saqlashga oid uchurlarni kirgizishdan ehtiyot qilishni ogohlantirgan. U mundaq degan: Siz kirgizgan har qanday uchurni Xitoyning sonliq ma'lumot qonuni bo'yicha saqlashga, tahlil qilishga yoki talab qilishga bo'ladi. Xitoyning davlat bexatarligi qonuni va tor bexatarligi qonunlariga asosan barliq shirkatlar cho'qim Xitoy hukumati bilan hamkorlashishi va sonliq ma'lumotlarni hukumatga shartsiz topshirishi kerak. Shunga ba'zi mutaxassislar Xitoy hukumatining nishonidagi kishilarni bu appni qo'llanish masalasida texnik ehtiyotchan bo'lishga chaqirgan. Toronto Universiteti Puhralar tajribaxonasining mudiri Ron David NBC televiziyasiga qilgan so'zda mundaq degan: Har qanday sabab bilan Xitoy cho'ng quruqligiga bog'lanishliq bo'lgan kishilar, kishilik huquq faoliyatchilari, chet elda yashayotgan nishonli kishilar va muxbirlar Xitoyning bu sun'iy aql modelining bexatarlik xavfiga alohida diqqat qilishi va sistemaga har qanday narsa kirgizishdan saqlanishi kerak. DeepSeek sun'iy aql modeli yana dunyodagi fikr erkinligiga zo'r tahdid deb qaralmoqda. Uning Uyg'urlar, Hong Kong va Tayvan masalalariga oid hosil qilgan javoblarni shu vaqtning o'zida o'chirib, boshqa temaga yo'tkilishni talab qilishi CNN televiziyasi qatorliq xalqaro axborotlarda keng xabar qilindi. DeepSeek'ni ishlatish shartlarida uni qo'llanuvchilarning qanday uskun ishlatayotganligi, uchur kirgizish shakli va sur'ati qatorliq sazgur uchurlarni to'playdiganligi va uni saqlaydiganligi ko'rsatilgan.